Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga oldik. Tomiga penalomboz quyish xizmati. Hozir mana materiallar yozib, quyish jarayonini boshlab oldik. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Video davomida qanaqa quyilishlar, mahsulotlar tarkibi, razmerlar haqida batafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Ana do'stlar, tom qismiga ham chiqib oldik. Shu 85 kvadrat atrofi joyimiz bor. Bu joyimizga ham 10 sm qilib quyib beradigan bo'ldik. Hozir mana quyish jarayoni, bir qator materiallar tashlab, zakotovkalar qilish jarayonidamiz. Bu penalombozni asosan loy suvoqlarni ustiga quyamiz yoki bo'lmasa yuqori bosilib qolgan loy suvoqlarni ustidan ham quysak bo'laveradi. Effektiv 100% bilinadi. Sovuqqa yaxshi, umuman havo o'tkazmaydi. Shuni hisobiga mana kerakli joylarga shunaqa bir ikkitadan 3tadan qilib dimoxod qo'yamiz. Uylarga havo aylanib turadi. Shunda bir vassali shilipkalarda chirishini ham oldini oladi to'sinlarni. Bu dimoxod qo'ygan dimoxodimiz ahamiyati yo'q. Pataloyni bemalol qizaverasiz. Faqat bu biz quygan bilan pataloyni o'rtasida havo aylanib turishi uchun kerak xolos. Xo'p, bu penalombozni tarkibi haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tamiz. Bir qop gips tashlanadi, sement bo'ladi, ko'rib turganlar shu penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir rivojdan quyib borilaveradi. Bu quygan mahsulotimiz uzog'i 10 minut ichida qatiydi. O'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana hozir bir qator ishlab ham ko'rsatib quyib beramiz. Ko'pchilik so'rayapti, buni yorilib ketar ekan, uqalanar ekan, hasharotlar ko'ylab yuborar ekan deyishyapti. Unaqa narsa emas bu, chunki men tarkibini aytib o'tdik. Bunga hasharot ham yaqinlasha olmaydi. Chiroyli holatda quyilgandan keyin yorilmaydi ham, uqalanmaydi. Qanday holatda quygan bo'lsak, shunday holatda qoladi. Ustida keyin bemalol yurib 1 tonnali, 2 tonnali suv bachalaringizni ham bosaverasiz yoki boshqa manta ishlaringiz bo'lsa bemalol qilaverasiz ustida yurib. Xudo xolasa yorilmaydigan mustahkam sifatli qilib quyib beramiz. Boshida mana shunday suyuq holatda quyiladi bu mahsulot. Bir qator o'zi oqadigan joylarga oqib yomg'ir bo'lib bir qator yog'ib oqib qolgandan keyin bo'ldi, qaytib oqmaydi, o'sha 10 minut ichida qatib joyida qoladi bu narsa. Mana ko'rib turibsiz, shunday holatda quyib bir qator yamab olinadi o'zi. Keyin ustimizdan quyib borilaveradi. Mana bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik. Zo'r holatda chiqdi mana. Ana o'zlaringizlar videoda ko'rib bir qator baho beraverasizlar. Tekizligi ham, razmeri ham juda chiroyli holatda chiqdi. Uydagilarga ham mamnun. Xursand bo'lishni ko'rib yoqdi. Shunaqa tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib quyib beramiz. Shu nomerlarda Telegram bor, WhatsApp bor, imo bor. Uzoqdagi, Rossiyadagi chet el akalar ham bemalol saqlang qilsalaring, barchasi chiqaveradi. O'shalardan ham bemalol bizga murojaat qilsalaring bo'laveradi. Qolgan barcha ma'lumotni shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol olaverasizlar. Do'stlar, ushbu kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Layklar bosib, podeshkada bo'lib turasizlar. Rahmat hammaga.